Shuni bilib qo'yaylik. Hajga borgan bo'lsa ham, umraga borgan bo'lsa ham, ihsonlar qilayotgan bo'lsa ham, nima qilayotgan bo'lsa ham xolis Alloh uchun qilinmas ekan, qiyomat maydonida pashshani qanotichalik vazni bo'lmaydi u amallarni. Pashshani qanotichalik. Namozlarimizda ham xuddi shunday. Jamoat joyiga kirib qolsak namozni jab berilib o'qib, uyga borganimizda tapra-tupur qilib o'qib, odamlarning orasida Xudodan qo'rqib, uyga kirganda Xudodan qo'rqmay, Alloh panoh bersin. Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Biz shunday bo'lishimiz kerakki, hamma odamlar birovni gunohlari bilan, birovni amallari bilan ovora bo'lgan paytda o'zimizning amalimiz bilan ovora bo'lsak biz yutamiz. Falonchi falon qilibdi, piston qilibdi, to'xta, o'zingchi. O'zing kimsan? O'zing oppoq odammisan? Falonchi anaqa qilibdi, mana bunaqa qilibdi. O'zimizchi birodarlar. O'zimizchi, o'zimizda nima xato yo'qmi? O'zimizda kamko'st yo'qmi? Demak, har narsada xolis bo'lishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom aytdilar shuning uchun. Hamma odamlar birovni amali bilan mashg'ul bo'lgan paytda sen o'zingni amaling bilan mashg'ul bo'lgan najot topasan dedilar.